Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Atsinkovka listi so'raganlar uchun Xitoydan birinchi qo'l olib keladigan joyga yetib kelganmiz. Bu yerda xudo xolisa qancha desalaring bemalol yetkazib berishaverar ekan. Katta ob'yomda listalar yetib kelibdi, yana yetib kelyapti ekan akalar. Xo'sh, razmeri bilan, narxlar bilan chiroyli obzor qilib beramiz. Bittadan like bosib, podishka qilib shukrlaganimizda ma'lumot olaveramiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Charchamay tushimsiz? Rahmat aka. Aka, xudo xolisa Xitoyda o'zlaring birinchi olib kelasizlar. Birinchi qo'limizni o'zimiz olib kelamiz, ha. Qanday holatda keladi Xitoydan? Xitoydan shunday yig'ilgan holatda keladi. Biz bu yerda yig'maymiz. Shunda tayyor keladi. Tayyor holatda keladi. Tayyorni sotamiz. O'zbekistonning 12 ta viloyatiga chiroyli narxlarda yetkazib beryapsizlar, to'g'rimi aka? Yetkazib beramiz. Qarang aka, buni razmerlari qanaqa bo'lyapti, stilnalari qanaqa va necha komplekt bor hozirgi kunda? Hozirgi kunda 300 komplekt наличие tayyor bor. Buni razmerlariga kelsak, 1.90 ga 95, bunaqasi 1.80 liga poddollari bor. Bitta komplektda mana shu lesa bitta komplekt hisoblanadi. Buni narxi 850 ming so'm. 12 ta viloyatga dastavkasi bor, shaharlarga. Necha komplektdan ko'p olish kerak? Ya 1-2 komplektgami aka? Yo'q, buni eng kami 10 komplektdan boshlanadi. Eng kami 10 komplektdan boshlanadi. Undan u yog'i o'sha biz hali bitta, ikkita, uchta, to'rtta oladigan bo'lsa, narxi shunaqa 850 ming so'mni chetda o'zimiz beramiz. Zo'r. Misol uchun 100 komplekt ko'proq oladigan bo'lsa, uygacha ham ilojisi bor, to'g'rimi aka? Unga harakat qilamiz. Kelishilgan holatda qilib beramiz. Kelishilgan holatda qilib beramiz. Stinalar qanaqa bo'ladi ekan? Stinalari 1.6 liga aka. Oyoqlari 1.6 bo'ladi, to'g'rimi? Stinalari 1.6 liga, xudo xolasa bemalol 500-600 kilogacha ko'taradi. Hali ustagamizlar mana paddoni qancha ko'taradi, unaqa qiladi deganlarga paddoni 500 kilo realni ko'taradi. Realni ko'taraveradi. Zo'r. Aka, bunimiz hozir Atsinkovka zanglamaydigan desam qanaqa bo'ladi? Endi Xitoydan kelishi biz aka Atsinkovka o'zi zanglamaydi. Endi yillar davomida turib, misol uchun bitta joyda turib, hali sho'rpor tegsa o'zi zanglab chirib ham ketadi u. Boshqa hammasi. Lekin Xitoydan zanglamaydi deb berishgan, to'g'rimi? Xitoydan shunday kelgan ekan. Zo'r. Xo'sh, narxlarni aytdik, dastavkalarni aytdik. Xudo xolisa bemalol telefon qilib zakaz qilaverasizlar. Bu tugab qolgan taqdirda yana kelyapti, to'g'rimi? Xudo xolasa oyda oxiriga yangi partiyasi keladi. Ketib uzilmaydi, qancha desa yetkazib beraveramiz. Xudo xolasa yangi partiyasi kelyapti. Uzilib qolmaydi. Hozir hali narigi videomizda ko'rgan bo'lsa, ular tugab bunisi o'rniga yangi kelgan. Bunisi ikkinchi partiya, to'g'rimi? Zo'r. Manzilimiz shu Dehqonobod, Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Dehqonobod qishlog'ida. Dehqonobod. Kamtengiz hamma bittada bo'ladi. Kamtengiz hamma bilishaveradi. Zo'r. Akamizga bemalol aloqa chiqaverasizlar. Biz bera olmagan savollar bo'ladigan bo'lsa, telefon qilib batafsil javob olishlaring mumkin. U yog'ini o'zimiz tushuntiramiz. Aka, ma'lumotlar uchun rahmat. Sizga ham charchamang. Xo'p, sog' bo'ling.